Eng ulug' va eng aziz bayram. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligi munosabati bilan yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz degan ezgu g'oya asosida xalqimizga xos mehr-oqibat va saxovat tadbirlari o'tkazilmoqda. Ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi qatlamlariga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish kabi ezgu maqsadlarni o'zida mujassam etgan ana shunday xayriya tadbirlari Vaqf xayriya jamoat fondi viloyat filiali tomonidan tashkil etildi. Mazkur tadbir Vaqf xayriya jamoat fondining Buxoro viloyati filiali hamda saxovatpesha tadbirkor va homiylar hamkorligida o'tkazildi. Tadbirda so'z olganlar bolajonlarni samimiy muborakbod etib, ularga mustahkam sog'lik, baxtli bolalik va porloq kelajak tiladilar. Shuningdek, ertamiz egalari bo'lgan yosh avlodning komil inson bo'lib voyaga yetishiga katta ishonch bildirildi. Tadbir davomida bolajonlar uchun milliy qadriyatlarimizga xos to'kin dasturxon yozilib, ularning ko'nglini xushnud etadigan turli dasturlar tashkil etildi. Homiylar tomonidan taqdim etilgan esdalik sovg'alar esa bolajonlarning quvonchiga sabab bo'ldi. Sovg'alarning har biri bolajonlarning muayyan ehtiyojlarini qondirish bilan birga ularga ko'rsatilayotgan mehr va e'tiborning yorqin namunasidir. Ayniqsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar farzandlariga g'amxo'rlik ko'rsatish, ularning quvonchiga sherik bo'lish, orzu-niyatlarini qo'llab-quvvatlash jamiyatimizda insonparvarlik, mehr-oqibat va o'zaro hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan 35 nafar bolalarimizni sunnat to'ylari, quvonchlari va ularning shodliklarini guvohi bo'ldik. Albatta, ularning yuzidagi bo'lgan tabassum, ularning quvonchi, ularning ota-onalari, bobo-buvilarning yuzidagi tabassumni ko'rib hamma ham hayratlandi, xursand bo'ldi, zavqlandi, bayram ustida bayram bo'ldi. Inson borki, insonning ko'nglini ko'tarish, ularni doimo shod etish va ularni og'irini yengil qilish va ularning yuziga tabassum ulashmoqlik eng katta buyuk ne'mat hisoblanadi. Muhtaram yurtboshimizning tashabbuslari bilan butun xalqimiz, butun oilalar, butun ana shu insoniyatga g'amxo'rlik juda ham oliy darajada ko'rsatilmoqda. Biror bir uy yo'qki, unda muhtaram yurtboshimizni unga bo'lgan e'tiborlari bo'lmasa. Bunday xayriya tadbirlari xalqimizning azaliy qadriyatlari, saxovat, oqibat, bir-biriga yelkadosh bo'lish va ehtiyojmand insonlarni qo'llab-quvvatlash kabi ezgu fazilatlarning bugungi kunda ham yuksak qadrlanishini ko'rsatadi. Bag'rikeng va saxovatpesha xalqimiz jannat makon yurtimizda yosh avlodning sog'lom, bilimli, ma'nan yetuk va baxtli bo'lib ulg'ayishi uchun keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu esa mamlakatimizda inson manfaatlari, ayniqsa farzandlar kamoloti va ularning kelajagiga yuksak e'tibor qaratilayotganining amaliy tasdig'idir. Albatta bu xursandchiliklar, bayram ustida bayramlar, mana mustaqillik arafasida turibmiz. Boshimizni bu yo'lda, ishni boshida tashabbuslari bilan, ya'ni mana shu vaqf fondiga alohida berilayotgan e'tiborlaridan bugun bizlar ham ulardan shijoat olib bu tadbirlarni ko'paytiryapmiz. Ya'ni homiylar bilan, shu yurtdoshlarimiz bilan birgalikda shu ehson ishlarini, yaxshiliklarini kam ta'minlangan oilalarga mana shunday ulashyapmiz. Sunnat to'yi ham xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy va diniy qadriyatlarni o'zida mujassam etgan ezgu an'analardan biri hisoblanadi. Shu bois 35 nafar bolajon uchun tashkil etilgan ushbu to'y nafaqat ularning hayotidagi unutilmas kun, balki mehr-oqibat va saxovatning yana bir go'zal namunasi bo'ldi. Mustaqillik bayrami arafasida o'tkazilgan bunday ezgu tadbirlar yurtimizda tinchlik va osoyishtalik, mehr-muruvvat va hamjihatlik muhitini yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi lavha edi. Buxoro telekanalida qoling. Hozircha xayr, salomat bo'ling.